Golovkalarimizni polni yuvib tayyorlab olganmiz. Endi esa navbat blogimizga. Ko'rishingiz mumkin, bloklarimizni yangiday qilib yuvib tozalab, o'zini zavodskiy rangiga bo'yab qo'yganmiz. Blokni bo'yashlikdan maqsad nima? Birinchi o'rinda chiroy, ikkinchi o'rinda zanglamaslik. Ozgina yurgandan kuyib ketadi-ku baribir deydigan bo'lsanglar, biz bo'yamagan taqdirimizda ham bir iflos bo'lib ketadi, to'g'rimi? Bizdan olib chiqib ketayotgan paytda mijoz toza holatda olib chiqib ketadigan bo'lsa, baribir dil ochiladi, qilingan o'shancha xarajati ko'zga ko'rinmaydi, naborat xursand bo'ladi. Biz bu narsalarni bo'yashlikka qo'shimcha vaqtimiz ketadi, lekin u narsalarni pulga hisoblamaymiz. Muhimi biz uchun ishimiz sifatli, chiroyli chiqsa bo'ldi. 6 silindrdan tashkil topgan, aytdim sizlarga, 6 ta silindr bo'ladi, bitta kalinoval bo'ladi, alohida ma'lumotni berib o'tdim. Bloklarimizni yuvib tozalab, bo'yab olganmiz. Endi esa navbat kalinovalni joyiga o'rnatib, motorimizni yig'ishlikda davom etamiz. Bloklarimizni polni bo'yab bo'lgandan keyin kalinovallarimizni ham joyiga o'rnatib olganmiz. Kalinoval hech bo'lmaganda, mana, hech bo'lmaganda shunchalik yengil aylanishligi kerak. Qaranglar. U keragidan ortiq yengil aylanadigan bo'lsa ham, u minusga tushib qoladi, unda val ovoz berib yuborishligi mumkin. Bu o'rta holatda. Ya'ni agar bordi-yu motor yig'ayotgan paytda kalinoval og'ir aylanadigan bo'lsa, mashinani zavodit bo'lishi ham qiyin bo'ladi. Ya'ni starterga nagruzka keladi. Kalinovallarni bog'laganmiz, orqa sandallarni qo'yganmiz. Endi esa navbat porshinlarini joyiga qo'yishlikka. Biroz avval kalinovallarini joyiga o'rnatilgan holatini video qilib ko'rsatgan edim. Endi esa mahaviy deb nomlasak ham to'g'ri bo'ladi. Sababi bularda venchik yoki boshqa narsa bo'lmaydi, faqatgina shu gidromufni qotirishlik uchun qo'yilgan narsa. Bu narsalarni o'rnatib bo'lingan. Endi esa navbatimiz porshin va ko'lsalarini qo'yishlikka. Mana porshinni ko'rishingiz mumkin. 50 razmerga shlipovka qilingan. Original porshinlarini topganmiz. Honda Elysion'ni ko'pchilik zapchasiga qiynalmaymanmi, motor remont qiladigan bo'lsam deyshadi. Bizda barcha turdagi avtomobillarning zapchasi bor. Ya'ni o'zimizda bo'lmagan taqdirda ham do'stlik qilib boshqa joydan, ya'ni Toshkentdan, Qirg'izistondan, Qozog'istondan yoki umuman boshqa davlatlardan chaqirtirish imkoniyati ham bor. Xullas, hamma ishni shu joyda bajarib berishlikka harakat qilamiz. Mana porshinlari, bu esa shatullari. Shatuni Cobalt'larnikini singari vtulkali bo'ladi. Qo'yayotgan paytda palessi luftini tekshirib olishlik kerak. Agar bordi-yu, palessi qo'yilgan vaqtda luft beradigan bo'lsa, u yurg'izgan paytda ham ovoz berib qolishiga sabab bo'ladi. Shuning uchun har bitta shatunda luft bor yoki yo'qligini tekshirib olishlik kerak. Shatunni porshinga qo'yamiz, paleslarni o'tkazamiz hamda porshinlarini joyiga o'rnatamiz. Undan keyingi navbatimiz esa golovkalarni joyiga o'rnatish. Uje birin-ketin zina-zina bo'lib ketaveradi. Ya'ni blokka valdan keyin porshin, shatullar, golovkalar, raspirvallar, zubchatiylar katta silikon holatga, ya'ni zibor holatga yetib kelgungacha ishimiz shu versalniy xon ustida davom etadi. Va nihoyat porshinlarimizni ham joyiga o'rnatishlikka harakat. Ozgina ma'lumot berib o'tmoqchiman, akalar. Mana qaranglar. Honda Elysion'ni porshini bo'ladigan bo'lsa, bu qo'limda turgan porshin esa Damas Matiz'larni porshini. Katta va kichikligini o'zi shundoq ham videoda ko'rib turgan bo'lsangiz kerak. Buni razmeri 68 bo'ladi. Ya'ni silindr ichi ham, porshinning razmeri ham 68 bo'ladi. 0.8 litr bo'ladi. U litrini haqida ma'lumot berib o'tganman. 3 ta silindr ichiga suv quyilgan paytda 0.8 litr
suv ketadigan bo'lsa 0.8 motor deydi. Agar bordi-yu 3 litr suv ketadigan bo'lsa 3 litr объемli motor deb nomlanadi. Bu Porsche'imiz razmeriga keladigan bo'lsak 89 razmerda. Qaranglar, okalar, 89 a. Hop, 50 razmerga shlipovka qilganmiz. Original Porsche'larni topganmiz. Aytganimdek, barcha turdagi avtomobillarni zapchast tomonlama ham dostуп bor. O'zimizda, viloyatimizda, ya'ni Namanganda yoki bo'lmasa qo'shni davlatlardan bo'lsa ham zapchastini olib keltirib, motorini qilib berishlikka inshaalloh harakat qilamiz. Porsche'larini birin-ketin qo'yilyapti. Silindri ishlash tartibi haqida ham ma'lumot berib o'taman sizlarga. Ya'ni 4 Porsche'li motor bo'ladigan bo'lsa, 1, 2, 3, 4 bo'ladi, misol uchun. Bo'ladi-chi? Bo'ladi ham shunaqa. Ya'ni 1, 2, 3, 4, 5, 6 xuddi shu tartibda sanaladimi yoki boshqachami? Nima deb o'ylaysizlar? Xo'p, sizlarga tushuntirib o'tay. Birinchi silindr, ikkinchi silindr, uchinchi silindr, to'rtinchi silindr, beshinchi silindr hamda oltinchi silindr. Tushundinglar? Ya'ni Kalinoval bitta, joylashuv tartibi esa xuddi shu tartibda joylashadi. Blogimizni bu qismiga pompa o'rnaydi, yon tomonlariga esa qo'shimcha detallar. Pastki qismlariga esa korobkalar. Birin-ketin motorlarimiz yig'ilishi davom etyapti. Kladishlarini polli yangilangan, kladishlarini Porsche'lari yangilangan, kolsalari ham polli yangilangan. Siz faqat ma'lumot beryapsiz. Motor kim yig'adi, yangi kiyimda bo'lsangiz deydigan bo'lsanglar, meni vazifam Motor House servisini o'zim rahbari bo'ladigan bo'lsam, qilinayotgan ishlarni ma'lumotini berish. Ya'ni 13 yil, 14 yildan beri shu yo'nalishda ishlayman. Faqat ma'lumot kerak bo'lganligi uchun mijozdagi men faqat ma'lumotlarni beraman. Bizning servisimiz 10 ga yaqin professional ustalardan tashkil topgan. Buni yonimdagi shogirdlarim yoki bo'lmasa o'zimga o'xshagan mutaxassis ustalar motorini yig'adi. Motorimiz yig'ilish ishlari davom etadi, kuzatishda davom etinglar. Bu tomonda esa qanaqa mashinani blogi deb o'ylaysizlar? Okalar, mana. Qanaqa mashinani blogi deb o'ylaysizlar? Bu tomonda Honda Elysion mashinamizni motorlarini yig'ilayotgan bo'lsa, bu tomonda Jetower X90 mashinasini blogi. Bunda kuzatilayotgan muammo esa yaroqsiz benzin quyib qo'yilganligi sababli Porsche'lariga ziyon yetgan hamda turbinasi butkul irib ketgan. Bu mashinamizni ham alohida videosini olayotganmiz, alohida qo'yib beramiz. Hozir butun fokusimizni shu Honda Elysion mashinasiga qaratamiz. Okalar va nihoyat sizlar kutgan joyga ham yetib keldik. Ya'ni zubchati remin metkalari bular sep bo'lmaydi, zubchati remin bo'ladi. Zubchati remin kattaligini qaranglar, okalar. Natijitil zubchati remin pompa aylanishi bo'ladi. Xo'p, zubchati reminlarini joyiga qo'yganmiz. Sizlarga metkasi haqida qisqacha ma'lumot berib o'taman. O'zi asli pulga sotiladigan ma'lumotlar, lekin sizlar bilan bilgan narsalarimizni ulashishda davom etamiz. Pastki metkasiga keladigan bo'lsak, Damas bilan bir xil, ya'ni zo'dishkasi mas nasosga qaragan bo'ladi. TV tomoni ham xuddi shunaqa Damas bilan bir xil. Ya'ni shkiftdagi metka orqasidagi kirishgani nuqtasiga to'g'ri keladi. Ikkovi tomoni ham xuddi shunaqa tartibda joylashgan bo'ladi. Motorimizni yig'ishlikda davom etamiz. Nihoyat uzoq kutilgan kunlar keldi. Honda Elysion mashinamizni motorlarini polni yig'ib bo'lganmiz. Ko'rishingiz mumkin, hamma narsasini idealniy qilib, ko'ngildagidek qilib yakuniga yetkazganmiz. 6 silindrli
Captiva motoriga o'xshagan V-образный motorimizni to'la to'kis ishlarini tugatib bo'lganmiz. Motor moylarigacha, antifrizlarigacha hamma narsani quyilgan. Ko'rdinglar, motor ishlashi uchun balkani, hadovoylarini, bamperlarini, hamma narsalarini yechiladi. Birin-ketin hamma narsalarini yig'ib, idealniy qilib ishimizni o'z yakuniga yetkazganmiz. Sizlar bilan birgalikda mashinamizni yurg'izsak bo'ladi. Bu mashinani motorini polni to'liq yiqqan Arabboy. Master Arabboy. Yaxshimi? Arabboy, yig'ib tuzukmi? Yurg'izamizmi? Ha, yurg'izamiz. Nima deb o'ylaysan? Bittada yuradimi, bittada yurmaydimi? Xudo xolasa yuradi, sharmanda qilmaydi. Hop, yiqqan motorlarning necha foizi bittada yurgan, necha foizi qiynagan? Salkam 95% yurgan. 5% qiynagan. Bo'ldi. Demak, yurg'izamiz unda obunachilar ham kutib qolishdi. Okalar tayyormisizlar? Shuncha kunlik mehnat. Sizlar uchun videoda 20 minut, 25 minutlik video bo'lishligi mumkin, lekin bu mashinani salkam motorini 3 kun yig'ildi. Xudo xolasa ko'ngildagidek zo'r yig'ildi. Birinchi zapusk sizlar bilan birgalikda tomosha qilamiz. Qani yurg'izchi? Bismillah. Akkumulyator bo'lib qolgan shekilli. Akkumulyator birinchi qil. Bo'ldi. Yoki kilometr yemay qoldim. Kesmaymiz bunaqa javoblarni, mana kesmaymiz. Qani yurg'iz. Okalar yurdi. Xudo xolasa zo'r, idealniy holatda, ko'ngildagidek zo'r ishlab turibdi. Ozgina qizigandan keyin texotlarni ligirovka qilib, bir qator poli nazorat qilib tekshiramiz va mashinamizni o'z egalariga topshiramiz. Aka, yonimda tur. Bu mashinamiz bizga Farg'onadan kelgan. Bizning manzilimiz Namangan shahar Afsonalar vodiysi yonida. Pastda nomerlarimizni ham qoldiramiz. Agar vodiyo shunaqangi turdagi mashinalar bo'ladigan bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Xudo xolasa ishlarni cho'tki qilib bajarib beramiz. Bu tomonda Honda Elysion mashinasi bo'ladigan bo'lsa, buning orqasida Range Rover mashinasi. Mana Range Rover mashinasini ham alohida video qilamiz. Xudo xolasa, bu mashinani bizga Rossiyadan olib kelishgan. Muammosini batafsil bundan keyingi videolarda qo'yib borishlikka harakat qilamiz. Videolarimiz qiziq bo'layotgan bo'lsa, foydali bo'layotgan bo'lsa, obuna bo'lib qo'yasizlar hamda bitta like tugmasini bosib qo'yasizlar. Range Roverni nima muammo bo'lgan deb o'ylaysizlar? Bizni kuzatishda davom etinglar.